Baş Ministerlik, Taşkı Türkler ve Türk Tukallar Başkarmısılar hizmet buldu. 1980 yılı 17. fevralda Teşkar Maralcı Şinayesi Atçapar Yesizler Mertebetler ayrılık oldu. 1998 yılı 2010 yılgacha Ürümçi Yezgilik Üniversitesi'nde 2 yıl Hindçe ve İngiliz tayyorluk okugan. 2010 yıldan 2014 yılgacha Lanju Üniversitesi'nde yadro kemiya kasbida to'liq kurs okugan. 2014 yıldan 2005 yılgacha İstanbul Üniversitesi'nde Türk dil tayyorluk okugan. 2005 yıldan 2006 yılgacha Kocaeli Üniversitesi Fen Bilimler İnstitüsü'nde kemiya injenerliği kasbida tayyorluk okugan. 2006 yıldan 2009 yılgacha İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Enerjiya Fakültesi Yadro Enerjiya İnjenerlik kasbida magistrlik okugan. 2009 yıldan 2013 yılgacha Uyghur Akademiyasida qurg'uchi rais vekili bo'lib ishlagan. 2013 yıldan bugungacha Türkiye Baş Ministerligi Tashqi Turklar ve Qarindosh Millatlar Boshqarmasida O'rta Osiyo mutaxassisi bo'lib ishlab kelmoqda. Maqol temisi Türkiye'nin tashqi siyosati. Meni bilaman. Assalamu alaykum yig'in ahli. Men oldi bilan yiroq yaqindan demay bu yig'inga qatnashish uchun kelgan tadqiqotchi ziyoli aqllarimizga bu yig'inni o'rlashtirgan Uyghur Akademiyasining fidokor heyat a'zolariga va Uyghur Akademiyasini qo'llab-quvvatlab kelayotgan Uyghur o'quvchi va boshqa qarindoshlarga alohida rahmatimni aytaman. Bayam meniki tarjimonini o'qib o'tdi. Belki meram qilishim mumkin. Men o'qigan kasbim yadro fizikasi, ammo qilayotgan ishim hozirgi Turkiyaniki siyosatga munosabatli ish. Buningga tarixda o'tmishda misollar ko'p ekan. Men qilayotgan ishimni biroz tushunishim kerak deb o'ylayman. Ham tushunganlarimni sizlarga yetkazishni o'ylashdim bugun. Biraz yığınlığandım. Şunu kokuya da sunumlarımı yapabildim. Tamam. Ben bugün sunmakçı olan temam 2012 yıldan 2014 yılgacha olan Türkiye'nin tashqi siyosetini sunmakçı. İki kısımdan tarif tapıdı. Başta Türkiye hakkında kısaca bir bilgiye uçurga ega bo'lsak, onundan keyin 5 minut. Ondan keyin 20 minut inşallah Türkiye'nin tashqi siyosetini birlikte mulohaza qilishimiz deb o'ylayman. Türkiye 3 qit'aga tutishdi. Asya, Avrupa ve Afrika. Şu an tarixda hozirgacha bo'lgan jug'rafiyalik joylik sababdan intayin muhim bir rayon. Tepsili tushundirmayman. Türkiye 8 devletlen çevrildi. Türkiye'nin hazırlıklı nüfusu 76 milyon etrafında. Yer meydanı 783 bin km². Hazırlıklı iktisadi Türkiye'ninki 16. orunda durdu. Dünyadaki 16. güçlük iktisat devlet hesaplandı. Türkiye köp milletler oturuklaşkan, köp xil medeniyetlerini özüge mücessem kılgan bir devlet. Yani Türkiye'de İslam dini asaslık orunda 98% Türkiye fukarası İslam'ı itaat kıldı dep izlipti. Bu doğru mu hata mı onu bilmeyim. Bayanda beklendek Türkiye tarihten bu yan hazırgacha nurg'ulg'an medeniyetlerini o'ziga mujassamlashtirgan. Hititlar, Rimlar, Türkler, Osmanlı Türk İmperiyası ve hazır Türkiye Cumhuriyeti. Ve ondan başka nurg'ulg'an kichik devletler kurulgan. Hemmisini deb o'tmayman.
Türkiye'deki hazır siyasi ahvalda Türkiye'de hazır cemi 84 partiye var. Aktif hizmet kıvatkan. Parlamentteki azalarınki umumi sani 555 oluş gerek. Ama hazır parlamentta 536 parlament azası var. Parlamentta asaslık 4 çoğun partiyeden teşkil tapkan. En asaslık partiye Adalet ve Terakat Partisi. Türkiye okşaşlı bir vakitte hayır sahavet devleti de bir sapında fon cemiyetler ve cemiyetler intan köp. Ondan başka bir askeri bir devlet, harbi devlet. Tarihten bu yan Türkler uruş sanat tegenimiz dikkat kılgan boğaçka, Ahmet Bey'den boğaçka. Şu askeri bir devlet atıldı. Türkiye'ninki hazır Türkiye'de kızıklık bolğandan ise devlet reislik sistemi. Şu an bunu kısaca tanıştırıp etmişine muvaffak oldum. Türkiye'ninki tuncu reis cumhuri Mustafa Kemal Atatürk, hazırki reis cumhuri Recep Tayyip Erdoğan, 13. reis cumhuri ve zibirleş müddeti 5 yıl. Recep Tayyip Erdoğan Türkiye tarihinde tuncu qitim halk tarafından saylanğan, yani umumi halk avazdan saylanğan reis cumhuri hesaplandı. Bu yılı 8. ayının 10. günü saylam elip verildi. Bu saylamda 51,79% avaz bilen saylandı. Onunki ölçümü 50% idi. En az yani 50% buluş gerekti. Eğer alamaya bası ikinci qitim saylam elip verildi. Recep Tayyip Erdoğan bu 2002 yıldan 2014 yıl olan 12 yıl içinde Türkiye ve dünya gün tertibinde en mühim şahslarının birisi oturup çıktı. 3 qitim Türkiye baş ministri oldu arka. 4. qitim baş ministri bulamaydigan boğaçqa partiyanınki nizamnamızda bekitilgan boğaçqa hazır saylan bilen devlet reisi oldu ve ornunu Ahmet Davutoğlu'ga ötküzüp verdi. Bu mühim emas. Fakat 12 devlet reisi boğalığını bilip basanılan buldu. Şimdi ikinci bir mühim nokta Recep Tayyip Erdoğan özünün ornunu, özünün partisi de istifa berişten burun Ahmet Davutoğlu'ga ötküzüp verdi, baş ministerlik ornunu. Ahmet Davutoğlu Türkiye Cumhuriyeti'ninki 26. baş ministeri. 62. Türkiye Cumhuriyeti'nin 62. hükümetininki baş ministeri. Hazır kabindekilerninki bir kısmı. Baş minister normalde 4 yıl bir qitim umumi saylam, Türkiye umumi saylam bilen elip verildi. En ahirki umumi saylam 2011 yılı elip verildi. Kiler yılı 6. ayda umumi saylam elip verildi. Yani Türkiye'nin taşkil siyasetiga kelsek, asaslık temimizga yukarı haritayı qarsak, bu medeniyet çemberiga. Dünyadaki medeniyetlerninki orlaşkan haritası. Garip medeniyeti, İslam medeniyeti, Şerq medeniyeti, yani Budizm ve Konfüçyüzm medeniyeti. Bularni joylashgan bir harita. Qarasak Türkiye yani özünün ölçüde dünyanınki otursaqsızdı. Bu köp xil medeniyetning içinde Türkiye özünü qandaq saqlab qala oladi. Yani devlet qurilish qiyin, qurgandan keyin onu saqlab qilib taraqqiy qildirish texmi qiyin. Şuna Türkiye'ni hazır nurg'ulg'an tahdidlar kutib turdi. Bularning içinde ichki tahdid ve tashqi tahdid deb ikkiga bo'ldim. İchki tahdid Kürt meselesi. Yani Türkçe Kürt deydi, biz Uygurca Kürt deyimiz. Əsəbi solçuluq. Yani dini yaxşı görməydiğən, yüzün medeniyetinden tamamen vazgeçip Garip medeniyetiga çoxunduğan, aşını en doğru yolda bildiğən iqim var. Solçuluq iqimi. Üçüncü bir iqim oňçuluq iqimi, əsəbi oňçuluq. Yani İslami devlet kurumuzda aşını iqtidigan kesimler var. Ondan ahir kelimesi siyasi mukumsuzluk. Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihinde siyasi mukumsuzluk Türkiye'nin beşiği bala bulup kelgan.
Qarsanlar, intayin qisqa vaqt ichida nurg'un siyosiy voqealar, nurg'un siyosiy o'zgarishlar bo'lgan. Bularni o'zininki bosh ministrini darg'a esib o'ltirgan bir davlat hisoblandi. 2005'largacha askar harbiyninki so'zi eng halqiliq edi. 2005'dan keyin biraz yumuşadı, o'zgardi. Hozir Turkiya biraz normallashdi. Normal bir davlatga aylanishga boshladi. Tashqi tahdid deganimizda İsrail ve Amerika. Yani İsrail ve Amerika'nınki bu rayondagi manfaati. Ondan keyin Gretsiya ve Avrupa İttifaqı. Gretsiyaning tarixiy bir nimasi bor, adovati, husumati bor. Avrupa İttifaqı bilan Turkiyaning munosabatlik nima desak bo'ladi, manfaat bog'lanishliq bir munosabat bor. İran, Rusya ve Jungo ondan keyin o'tir shartdagi urushlar. Tashqi tahdidlar deganimizda cho'ng davlatlarning hammasi Turkiyaga tahdid. Yani Türkiye'nin güçlünüşüne rayonda iqtisadi ve texnikisi her bir cihette güçlü devlet boşuna kalmaydı. Hem de Türkiye'ninki tashqi siyosatiga, bular şu ahirgi 10 yillik tashqi siyosatiga eng ta'sir ko'rsatgan shaxs Ahmet Davutoğlu. Ahmet Davutoğlu 2003 yıldan başlap Tashqi ishlar ministrligiga bog'liq nimada bosh elchi bo'lib tayinlandi. Undan burun Ahmet Davutoğlu Marmara Universitetida o'qituvchi edi. Ahmet Davutoğlu tanishtirib o'tay. Ahmet Davutoğlu o'zi Konyalik, Toshkentda bir yer tug'ilgan ekan, Konyaning Toshkent nahiyasida. O'zi Boğaziçi Universitetida iqtisod ve siyaset bilimler ve xalqaro munosabatlar kasbida ikki qo'sh kasb o'qigan ekan. Magistr doktorlik hammasini Boğaziçi Universitetida bitirgan. Undan keyin Malayziya Xalqaro Islom Universitetida o'qituvchilik qilgan. Eng oxirgi akademik kasbida Marmara Universitetida davom qilgan. 2003 yılı yani AK Parti'ye a'zo bo'lib kirib başarılı bo'lib tayinlandi. Ondan keyin 2009 yılı 5 ayda Tashqi ishlar ministri bo'lib tayinlandi. 2003 yıldan 2009 yılgacha Erdoğan ve Abdullah Gül'ninki tashqi ishlar bosh maslahatchisi bo'lib ishlaydi. Yani 2003 yıldan 2014 yılgacha Türkiye'ninki tashqi siyosatiga bekitken, aşı boyunca o'zining tushunchini elib borgan shaxs. Hamda 2003 yildan burun Turkiyaninki birma do'sti yo'qdi. Yani hisobda bütün cho'ng davlatlar ve etrafdagi qo'shni davlatlarning hammasini Turkiyaga tahdid deb o'ylaydi. Masalan, biz yangi vaqtimizda Türklerden başka do'sti yo'q degan so'zni intayin jiq deydi. Hozir bütün dünya bizning do'stimiz. Biz hammadan bilan yaxshi yutimiz deb deyotdi. Yine sıfır sorun politikası. Yani hiç kim bilan mesele chiqamay, tinchlik bilan muzokiralashib masalani hal qilamiz deb shu nimani sezadigan ifode. Yani bu onunki kitobi bor, stratejik derinlik deb. Buni o'qishni tavsiya qilaman. Hamda Turkiyaninki qo'shni davlatlar va o'rta sharq davlatlari bilan bo'lgan munosabati. Türkiye o'zining tarixiy va jo'grafiylik joylashishi bilan o'zining qo'shni davlatlariga bo'lgan ta'sir intayin cho'ng. Bo'libmi Selçuk davlati va Osman Turk xalifaligi vaqtidan boshlab o'zining qo'shni davlatlari va o'rta sharq bo'lgan hokimiyatini sababidan ular bo'lgan ta'siri munosabati intayin cho'nqur. Ammo Türkiye Cumhuriyeti qurilgandan boshlab bu qo'shni davlatlarning hammasi tashqi tahdid bo'lib kelgan. Bularmi Gretsiya ve Ermeniya. Biri g'arbda, biri sharqda ikki cho'ng dushman bo'lib kelgan.
Hamda qo'shni davlatlar hisoblanganda yana bir tahdid de Iran tahdidi. Çünkü İran hozir yadro qurol kuchiga ega bo'lish ehtimolligi eng yuqori bir davlat. Chunki o'tgan yili 20% yadro uranni qo'yilishligini e'lon qildi. Undan keyin biroz yumshatdi ishlar. Yani Türkiye o'zining qo'shnisidan yadro davlat bo'lishni xohlamaydi. Ama bunun için Türkiye g'arb davlatlar bilan birlashib İran'ı yadrosuz devletke aylantırışı lazım. Türkiye'ninki bu Ermenilerle olan münasebeti yakında biraz normal diplomatik münasebet oruntup normal bir devlet aylandı. Ama Türkiye'de Ermeniye ve Türk münasebette en mühim olan Azerbaycan'ınki Tağlık Karabağ diyen rayonunki Ermeniye tarafından işgal kılınışı. Yani bunu yani işgal kılınan rayonda Azerbaycan'ın qaytib berishini talep qiladi Türkiye. O'rta Sharq davlatlaridan bo'lgan munosabatni olib aytsak, Türkiye tarixdagi Osmanlı Türk imperiyasi davridagi munosabatlar sabab tufaylidan Cumhuriyet vaqtida O'rta Sharq yani Arab davlatlaridan bo'lgan munosabati intayin nachar bo'lib kelgan. Ama keyingi Ahmet Davutoğlu'nunki biz o'xshash madaniyat chamberligining ichida yashayotgan o'xshash kelgusi taqdirimizda o'xshash bo'lgan bir rayon. Şu biz hech qanday bir talash tortish yoki bo'lmasa urush qilmasligimiz kerak degan sıfır sorun politikasini o'rnashtirib, yani O'rta Sharq davlatlari bilan bo'lgan munosabatni biroz tanishgan. Bularmi Isroil bilan bo'lgan munosabatida Davos'daki One Minute hareketinden keyin Arab dünyasida bularni xalqninki intayin cho'ng qo'llab-quvvatlashiga erishgan. Türkiye hozir O'rta Sharqda bir tinchlik, yani jangsiz urushsiz bo'lgan bir vaziyatga muhtoj. Ikkinchisi iqtisodiy jihatda O'rta Sharq davlatlari Arab davlatlari bilan bo'lgan tijoratni yuksaltirishga ahamiyat beradi. Bu ikki nuqta Türkiye'ninki eng ahamiyat beradigan nuqtalardan birisi. Hamda Türkiye'ninki İsrail, Amerika ve Avrupa İttifaqı bilan bo'lgan munosabatlarida to'xtalsak, Türkiye qarmoq İsrail'in düşman davlatdek ko'rindi. Ama Türkiye İsrailni tunji qatim tunigan bir musulmon davlatda. İsrail 1947-yilda qurildi, xatolashmasam. 49-yil 2 yildan keyin Türkiye İsrailning bir davlat ekanligini e'tirof qilgan va diplomatik munosabat o'rnatgan bir davlat. 49-yildan hozirgacha Türkiye bilan İsrailning munosabati izchil holda askeri munosabat, yani qurol yarog' savdosi ve askeri ishbirligi bo'lib keldi. Ama siyasi ve başka jihatda Türkiye yanla Palestin'deki müstakilligini qo'llab kelmoqda ve İsrail'in Palestin'deki urushini to'xtatishini talab qilmoqda. Endi Amerika bilan bo'lgan munosabatni aytsak, Türkiye o'xshashli bir vaqtda Amerikaning muttafiqi. NATO'nu bilisizlar, Amerika boshchiligida qurilgan, g'arb davlatlarining qurgan tashkilot, harbiy tashkilot. Tamam. Bunun Türkiye a'zo. Hem Amerika Türkiye'ye muhtaç. O'rta Sharqda Türkiye'deki bir demokratik bir devlet, Müslüman devletinin bo'lişi başka devletler için, Müslüman devletler için bir model, yani örnek. Avrupa İttifaqı kelsak, Türkiye 1987 yil Avrupa İttifaqı resmi a'zo bo'lib kirishni talab qilgan. Osmanlı Türk imperiyasininki oxirgi mezgillari va Türkiye'ninki dastlabki yillarida Avrupa İttifaqı yani izchil holda Türkiye'ninki birinci kun tartibida bo'lib kelgan. Avrupa İttifaqı 1995 yili Türkiye'nin nomzodligini qabul qilgan. Nomzod bo'lsa bo'ladi deb. Yani 87 yildan 95 yilgacha 8 yil taqib javob o'qilmagan. 2005 yili bu AK Parti hükümetininki tirishchilik bilan Avrupa İttifaqı bilan bo'lgan muzokara boshlangan. Yani a'zolik muzokarasi. Ama texnicha Avrupa İttifaqı Türkiye'ni a'zolik qabul qilgani yo'q. Ama Türkiye'nin deyishicha rayondagi eng kuchli iqtisodiy va harbiy va ta'sir doirasi eng kuchli davlat Türkiye. Shunga Avrupa İttifaqıning Türkiye'ga
ehtiyoj deb qaraydi. Hamda Turkiyaningki Kavkaz va O'rta Osiyo davlatlari bilan munosabati Rossiya amili intayin cho'ng bir amil. Sovuq munosabatlar urushi davrida Sovet Ittifoqi, undan keyin Rossiya yil ham bu O'rta Osiyo va Kavkaz rayonlarida siyosiy va madaniyat jihatda intayin ustun o'rin egallab kelmoqda. Turkiya bu jihatda O'rta Osiyo va Kavkaziyaga o'zining kuchli ta'sirini yaratmoqda. Faqat iqtisodiy jihatda Rossiya bilan tabiiy gaz kelishimi, O'rta Osiyo davlatlari bilan bo'lgan iqtisodiy va savdo jihatda munosabat o'rnab kelmoqda. Hamda hozir yaqinda Turkiya o'zining nishonidan qiyib, g'arb dunyosidan yuz o'rib, sharqqa o'zining madaniyat jihatiga ashuni yuzini o'tadi degan bir savol bo'lib keladi. Bularmi Shanxay ishbirligi tashkiloti kuzatuvchi a'zo bo'lib kirish talabi, Iran, Rossiya va Jungo bilan bo'lgan munosabatning yiqilishishi shu savolni olib keladi. Ammo Turkiya bayonda belgilagandek, yili ham g'arbdan yuzini chevirgani yo'q, yuzini o'rgani yo'q. Chunki NATO'ning eng muhim a'zosi, Yevropa Ittifoqi konseyining a'zosi, bundan boshqa sharqqa o'xshamaydigan bir demokratik huquq bilan hukumatning ayrilgan bir davlat. Mush munosabat bilan Turkiya nishondan qaygan emas. AK Parti hukumati nishonini tamoman nimaga sharq qilib imkon emas. Yevropa Ittifoqiga a'zo bo'lish muzokarasi to'xtab qolgan emas. Shunga Turkiya nishondan qaymaydi deb bilamiz. Endi Turkiyaningki Uyg'ur siyosati qandoq? Barmi Uyg'urlarga bo'lgan siyosati davlatninki? Turkiyaning Uyg'urlarga bo'lgan siyosati yo'q deb Turkiyada ayblaymiz. Davlatlarning orasidagi munosabatni tushunish kerak. Yani bir davlat hozir chiqib Quba bilan boshqa bir davlatninki fuqarosini mana qilding deb ularga yo askariy urush elib berishi yoki bo'lmasa embargo yurgizishi hozirgi sharoitda Turkiyaning sharoitiga mumkin emas. Turkiyaning Uyg'ur siyosati, Turkiya Uyg'urlarni o'zining tarixiy qon qarindoshi va dindoshi deb biladi. Yani Turkiyada bizning Uyg'urlar rayonida bir huzursizlik bo'lsa, oradagi bir xalq huzursiz bo'lsa, bu yerda Turkiyadagi xalq va davlatma huzursiz his qilganligi aniq. Buning tipik misoli 2009-yili 5-iyul voqeasida ko'rdik. Erdo'g'an bunga o'zining tepkisini, inkosini ko'rsatdi. Hamda ikkinchi narsa Turkiya bilan Jungoning iqtisodiy va siyosiy munosabati. Hozir 28 milliard dollarlik tijorat hajmi bor. Bunun içinde 21 milyar dolarlık mal aldı, 7 milyar dolarlık mal satıdı. Yani bu hemiden bunun amilini bilgilendiren neyse ticaret, iktisat münasebeti. Şu an Türkiye Jungo bilan bo'lgan siyasi nimesini buzuşuna işkil taraf xanımaydı. 2011-yili siyasi yok stratejik hemkarlık kelishimnomasining ilk badi. Hamda Turkiya bilan Uyg'urlarningki munosabat kelsak, Turkiya Uyg'urlarni Jungo bilan bo'lgan munosabatga ko'rik deb o'ylaydi. Ya'ni yaxshi munosabatda ko'riklik rolini o'ynab bersa, texnik munosabatni yaxshilasak deb o'ylaydi. Ammo Jungo taraf Turkiya bilan Jungoning munosabatidagi Uyg'urlarning rolini masala deb qaraydi. Ya'ni salbiy masala. Yani Uyg'urlar bo'lmasa, texnik yaxshi bo'ladi deb o'ylaydi. Hamda ikkinchisi imkonda Turkiya Uyg'urlarga o'zini qilishning kelishicha yordam qilib kelmoqda. Bularga Turkiya fuqarolikni berish, kelgan Uyg'urlarga turish ruxsati, iqomat berish va o'quvchilarni o'qitish jihatda qo'ldan kelishcha yordam qilmoqda. Ama bu yeterlikmi? Yeterlik emas. Chunki buning uchun Turkiyadagi Uyg'urlar jiqtirishish kerak. Mening bir qancha tavsiyam bor. Turkiyadagi Uyg'urlar oldi bilan turkchani yaxshi bilish kerak. Turklarning urf-odati, tarixini yaxshi bilish kerak.
Üçüncüsü Türkiye'ninki kanununu yaxshi bilish kerak. Bu üç narsani o'rganmay turib, Türkiye cemiyetiga singil bo'lmaydi va o'zini namoyon qilib Uyg'urlarni Türkiye cemiyetida intayin muhim o'ringa egil bo'lmaydi. Şu Türkiye'deki Uyg'urlar ben dediğimde üç nesli arkadaşlarım birga o'zining kasbiy va ijtimoiy jihatda o'rnini qilish kerak. Chunki keyingi vaqtlarda Turkiyaga kelgan Uyg'urlar salbiy ta'sir yaratib o'tadi. Hem hukumatda bo'lsin, hem Türkiye'deki fuqarolarda bo'lsin, qonun tuzumga rioya qilmaydigan har xil qonunsiz va nima ishlar mavjud bo'ladi. Buni tuzatish kerak. Yani Türkiye Uyg'urlar Türkiye'deki puhra olsa anlıq puhra, özünün Türkiye'nin kanunuğa boysunduğan, medeniyetini bildiğin, tilini yaxşı bildiğin bir anlıq puhra. Eğer vatandaş bulmasa, Türkiye'ninki hiç olmazsa Türkiye'nin düşündüğün bir Uygur buluş gerek. Onun için Türkiye'deki teşkilatlar ve ziyaliler Türkiye'nin siyasetiga, Türkiye'ninki gün tertibiga aralashışı gerek. Yani Uygurlar teşkilatçılıkını öğreniş gerek. Uyg'urlar yetishgan shaxslar yo'q emas, xili bor. Ammo Uyg'urlar tashkilsiz. Ziyolilar o'zining vazifasini to'liq ado qilmayapti. Diniy sohada o'qiganlar ado qilishtirishyapti, ammo yetarli emas. Boshqa tijorat sohasida, iqtisod sohasidagilar Turkiyaningki bo'shliqni ko'rish kerak va iqtisodiy jihatda kuchlanish kerak. Şu vaqtda biz Türkiye'deki siyasetiga ta'sir qila oladigan vatanda bir huzursizlik bo'lsa, Türkiye hukumatiga besim ishlatiladigan holga kelalaymiz deb o'ylayman. Oxirida men tugdi. Anlaganlar uchun ko'p rahmat. Savol asasa. Türkiye 1970 çakılı vakti. İşte sayısında 91 yıl yazın misalen Türkiye'nin harbiy jihatdagi istiqomatdan qarada anketlardan islamda atom yasash iqtidori azından ama yakki Oldu. Türkiye askeri jihatda kuchli bir davlat. Oldingi 10 kuchli davlatning ichiga kirmaydi. Ama aldığımız 20 güç devletin içine kirilik. Ben de iktisatla münasebetlik, fen teknikle münasebetlik. Hazır 16. yılın turunda Türkiye'nin iktisadı. Ama atom bombası kaysak benim kesbim, hem de biraz bilime ona. NPT yani yadro kuralı onu Uygurçası yadro kuralsızlandırış şartnaması. Yani Türkiye dünyadaki 200'den artıq devlet var ayının içinde 189 devlet onu imza koygan. Türkiye'nin içinde mi? Türkiye başının içinde. Yani yadro kural yasamayma. Bunu harbiy jihat işletmeyme. Yadro teknikasini fakat enerjiye sahasida işletme deb qilgan. Şuna Türkiye atom bombasını yasayamaydı. Hazır Türkiye'de 2 yadro elektrik stansiyasi qo'yildi. Birisi Akkuyu'da, birisi Sinop'ta. Bular fakat yıkılığını, yani kuyuqlashtirilgan uranni sirtdan setib oladi. Boshqa davlatlardan setib oladi. Yani onunki saflik darajasi 20%dan tuvan. Agar 20%dan yuqori saflik darajasi uranni setib olasınız, siz o'xshash bir vaqtda atom bombasi yasaysiz degan. Uran normalde tabiatda bir taş. Ama onu saqlashtirish kerak, zavod qurish kerak. Onu kuyuqlashtirganda undan keyin atom bombasi yasay olasiz. Yani bomba yasash uchun yadro elektrik stansiyasini qo'llash uchun yani yiqilish kerak. Yiqilish nima? Uran va pluton. Hozircha ega emas. Çünkü İran onun imza qo'ymagan shartnomaga. O deydi men tinch şekilde yadro enerjisidan foydalanish huquqim bor deb qaraydi. Ammo g'arb davlatlar, boshqa davlatlar İran'ninki qasdi atom bombasi yasash rayonda kuchli bir harbiy ta'sirga ega davlat bo'lish deb qaraydi.
Ana o bek murakkab. Nima ishlasiniz Turkiyada mi Yahudlar bor. İsim qarasınız Ahmet, Mehmet, Samet deb yozilib, ammo uning ras Yahudimi emasmi bilmaysiz. Yahudlar ham tijorat sohasida, ham siyosat sohasida, ular tashqi ishlar ministrligida bo'lgan ta'sir bek kuchli. Onunla munosabat bo'lish ehtimolimi yo'q emas. İsrailni tunjidan tunigan bo'lishi. Ham sizga asosli sabab askariy jihatdagi ehtiyojdan tufaylidan bo'lishi mumkin. Siz bir savol bor deb shu savol ketdingiz qo'ying. Ağrımda yazıp sorsak, başkalarının ıslah çalışması olsa. Chunki o'tgan yili 21% qo'yilishtirdim e'lon qildi Iran o'zi. Undan burun Ironga embargo yurgizamiz deb intayin keskin qo'ygan. Shu e'lon qilgandan keyin yumshab qoldi. Uni bilmayman, balki bo'lishi mumkin deb o'ylayman. Rahmat. Selamünaleyküm. Benim parlam sualımda şu Afganistan ve Amerika hücumlar Gazze'ye başlayıp çıkmışlar. Şu çağlardan ben Afganistan'da Amerika'nın hücum kılıştırırsa Afganistan emas bir İslam dünyasında Müslümanlar dünyasında atom bombası gibi olan böyle Pakistan'da karayımız var. Şunu e'lon qilish degan bir qarashni o'qigan uchun sizlarcha bu qarash to'g'rimi, asos bormi? Agarda o qarash to'g'ri bo'lgan bo'lsa, hozir Pokiston atom bombasi bo'lmasligi mumkin edi. Ya'ni atom bombasi bor Pokistonda. Ham u vaqtda men o'qigan materialda masalan, o'qildi men uni uchratmadim. U vaqtda menga ma'lumotim yo'q. Ammo mening farzim agarda Pakistan'da atomsizlashtirish bo'lgan bo'lsa, ya'ni uningga oid xatirada masalan nimalar jiq narsalar bo'lgan bo'lishi mumkin deb o'ylayman. Ammo hozir dunyoda bir haqiqat bor, atom bombasi bo'lgan davlatlarga hech kim hujum qilmadi. O bir qalqonga aylanib qoldi, o'xshashlar bir neyza. Hem qalqini va hem neyzasi va nimaga boshqalar aldirab hujum qilmaydi ekan, buni bir qo'yishimiz kerak o'xshaydi. Gelgenliğin bu meslek babansı köpeği mesela geçsiyemez, söyleyemez, etraftaki başka riskli kişiler çıkan ilgili altyapı yükleyebilir, adres Birleşmiş Milletler'de Türkiye'ye yaptırım doğru fiyatlar çıkardı. Bu birinci Türkiye'nin tarihi Osmanlı ülkeye, içindeki milletlerin ki köklüki bağımlı vaziyet işte Türkiye, o da her vakit bir bunu. Sonra fakat nezih toplanan, bu Türkiye'nin tarihi, az defalı son portföy kişiler, bunu dinlemez, müsait edemez, dinlemez. Bu nezih emniyetimizin çünkü oluşunca, bu adam olmayı İngilizce, Şanghay Birliği'nin Türkiye'nin Arap devletleri yapılışıydı. O fakat Türkiye'nin Avrupa'da bir pazarlıkla işletiyorsan bunu anlaş için ağırlık özür olarak sonuç mümkün de onda ifadesi var yok. İngiliz bu olması gerektiğinde mesela Türkiye'deki kalıplarındaki bir istaşlığı var, kalıplarındaki ama devletindeki bir ameli menfaatçi olan bir son önce yok. O fakat Türkiye'nin menfaatini çıkıştırıp o Türkiye uygulama bakalım. Yani Türkiye'nin tutup yavaşın tasarlanan yapıyoruz bir iş. Buna bir de uygulamaların dost bulup ansa yardım buldu demişsiniz. Başkanın gitmesine ölüm millet olarak yaratılıp kayıtlar durup sonumuzdan onlar tüper yemeyince onun için bu emeli ilişkiler gitmesi uzun vadeli menfaati toplantı planımız yok mu? Bunda gap Türkiye'de hükümetler almış durdu. Ben şu deginim ichki tehdit deganda siyosiy muqimsizlik deganim shuda. Hükümetler almashsa hamma narsa almış edi. Davlatninki uzun mezgillik planı, ya 100 yıllık, 50 yıllık neyse, o tamamen soğutuluştu. Yani o en çok tehditinin birisi. Ama AK Parti, Mavi hükümet eğer düşmeye devam etse,
Ahmet Davutoğlu'nunki siyaseti icra buldu. Çünkü başka çıkış yolu yok. Etraftaki bütün hoşlanılan ziddiyetlik, çoğun devletlerden en çok tehdit yüzüge. Bu yerde fıtrat duruş için, terakki kılış için bütün hoşlarınız ile, çoğun küçük devletlerimiz ile yakşı düşüşünüze ihtiyacınız var. Bana gel, Türkiye hiçbir azınlimide yok. Türkiye'nin bir kıymet karışı var. Medeniyet göz karışı var. Aşk göz karışı boyunca doğru boz doğru, hata boz hata da gördü mesela. İsrail ile münasebet şundan yakın ama Palestin meselesi de İsrail'in ayıklarıdır. Xitay ile mesela Cumhuriyet ile münasebet şundan yakın ama Uygur meselesi de bu irki kırgınçlık devatıdır. Nimi ile Ermeniye ile münasebeti hazır münasebet var ama Dağlık Karabağ meselesine bu irki kırgınçlık devatıdır. Bunu kılış arkalık Türkiye bütün İslam dünyası da hakkani bir devlet de obraz kazanıyordu. Yani Türkiye'de kalkanmış şu ama Türkiye hükümetlerle bu münasebeti yaxşı gitip baramdı deyse natayın. Çünkü Suriye hükümeti, Mısır mesela, yani Arap devletleri hükümetleri Türkiye'nin kollamalık ama halka Türkiye'nin kollamalık. Yani deydi ki hükümet kitidu deydi ama halk kalıdı. Yani devletler muhim emas. Siyasi özgürlük bolup turdu. Kelgisi de özgürlüşü mümkün. Aşının qarab mamluqatıdı. Yani Türkiye hiçbir zaman Garib'nin ya Şərqnin başka bir devletinin ya Gorov'nunki tarafını tutmadı. Fakat NATO'da hem de o askeri nim bolğandan keyin teşkilat onun mesela başka.